Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 28-aprel sanasi. Bu bizda ochiq dala Suzanna Plus pomidorlarimiz. Bugungi holatlari. 1 gektardan ziyodroq joyga ekilgan. Asosiy qismi bu yoqda. Birinchi kislari ushlab qolgan. Ko'rmani kimdir. Ha, hosillar. Yong'oqdek, undan ham kattalari bor. Birinchi kist. Ikki ham ushlab boshladi. Uchinchisi gullagan, to'rtinchisi shakllanishda. Asosiy stebildagi bu. Yoshoqlari ham gullagan. Hosillar kattargandan keyin yotqizib chiqamiz ikki tomonga. Hozir suv beryapmiz hozir. Suv bilan qo'shib kalsiy nitrat 25 kg. Undan oldin bir toza suv edi. Undan oldin 0,234 18 kg berganmiz. 1 kg kombi mix bu mikroelementlar jamlanmasi. Kechagi berilganda toza suv berilganda o'tgan safargi videoda kommentariyada bir akamiz dorilarni bosib bering, bozorga sotgan keyin hamma tomon ximikat olib ketdi degan fikr bildirgan ekan. Bu fikrga qisman qo'shilaman. To'g'ri. Ko'pchilik shu zaharlardan ko'p foydalanadi, keyin selitra, karbamid shularni ham beradi-yu, dozasini oshirib beradi. Hamma ham emas, lekin shunaqalar bor, shunaqa dehqonlar tushunib tushunmay, bilib bilmay. O'zi bu pomidorlar gibrid hisoblanadi, duragay. Shu oziqaga talabi doim baland bo'ladi. Yerda ham bor makro-mikroelementlar, yerimizda ham, suvimizda ham bor, lekin bular talabi baland bo'lganligi hisobiga yana ortiqcha qo'shimcha talab qiladi. Bular oziqalar hisoblanadi, makro-mikroelementlar, kaliy, fosfor, azot, magniy, oltin gugurt, makroelementlar, mikroelementlar ham bor, temir, rux, marganez, sink va hokazo. Doimo talab bo'ladi. Bular oziqalar hisoblanadi. Keyin kimyoviy dorilar bor, zaharlar bor, to'g'ri. Masalan, har xil hasharotlarga, zamburug' bakteriyalarga qarshi fungisid, insektisidlar foydalaniladi. Ularni ham iloji boricha minimallashtirish kerak. Berilganda ham shu o'simlikdan chiqib ketish siklini bilish kerak. Keyin xavflilik darajasi bor, 1-sinf zaharlar bor, 2-sinf zaharlar bor, 3-sinf zaharlar bor. Bizda imkon qadar 3-sinf zahardan foydalanamiz. U ham hosil pishish davrida emas. Hozircha masalan, endi asta-sekin chiqib boshladi tutalar, tuta absoluta. Bu kapalagi lichinkasini qo'yib ketadi, qurt bu barg ichida shakllanadi-da. Ancha zarar keltiradi agar shunga qarshi chora qo'llanmasa. Bizda hozircha oltin ko'z lichinkalarni olib qo'ydim. Endi ertaga bir haftalardan keyin trixogrammani olib qo'yaman. Bu tabiiy yechim. Oltin ko'z, shira, urg'unchakkani, shira urg'unchakkani, keyin tripsga ham yaxshi kurashadi, yeydi ularni lichinkasi. Tunlama kapalagining lichinkasini ham yeydi. Tutaning ham lichinkasini qisman yeydi. Trixogramma lekin yaxshi yechim bo'ladi. Agar juda ko'payib ketsa, bir zahardan ham foydalanib qo'yamiz. Endi ildiz himoyasiga kechagi toza suv bilan
Mana bu Organic F preparati bor. Bu Rossiyaning Bionovatika kompaniyasiniki. Buni tarkibida Trichoderma aspirillum degan zamburug' bor, foydali zamburug'. 1 grammida 100 million dona Trichoderma aspirillum bor. Bu ildizdan berilganda 10 litr bu 1 gektarga yetadi. Tomchilatishdan berilsa juda yaxshi ishlab beradi. Ildizni turli xil patogen zamburug' bakteriyalardan himoya qiladi. Deyarli hamma ildiz kasalliklarga ishlaydi. Fusarioz, Pythium, Fusarium, Rhizoktoniya, Korkirut, Verticilloz. Undan tashqari yana yerdagi berayotgan oziqani ham yaxshi ishlab beradi o'simlikka. Shundan berdik. Ildiz himoyasiga. Keyingi oziqalarda endi erta toza suv beramizda, suvga kelgan payti. Keyingi oziqalarda 320 plus magniy nitrat plus leonardit. Ildizda muammoli bor joylar bor, yer kuchsiz joylar bor, yaxshi palak o'tmagan joylar ham bor. Nisbatan kamrog'i, lekin shunaqa joylarimiz ham bor. Hozircha yaxshi pomidorlar. Shuning uchun imkon qadar shu har bir hasharotni tabiatda ham biologik shu tabiiy unga qarshi kurashuvchan bo'ladi. Hasharotlarniki ham, zamburug' bakteriyalarniki ham bu Organic F laboratoriya usulida sun'iy ravishda ko'paytirilgan. Shularni berib borish kerak. Hozircha bizda shular. Savollar bo'lsa, keyingi videolarda aytib o'taman.